Uyimni devori tushib ketyapti. Har yili remont qilib zerikdim deganlar uchun ko'changiz chang bo'ladigan bo'lsa yoki loy bo'ladigan bo'lsa, mana xuddi shu holatda bo'ladi. Ustakalar 5-6 yilga bemalol garantiya berishyapti. Qancha muddat turib beradi, tushib ketmaydimi degan savollarga javob bo'lish uchun ustaka bitta ko'rsating. Mana ustakamiz 65 kilo atrofida ekan, xuddi shunday osilib turibdi, bemalol ko'tarib turibdi. Bittasini o'zi. Akalar, uyimni devori tushib ketyapti. Har yili remont qilib zerikdim deganlar uchun biz sizlarga O'zbekistonda 2026-yilda trendga aylanadigan zo'r mahsulotlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu mana ko'rib turganingizdek terma panel bo'ladi. Ustakamiz 15 yillik tajribaga ega ekan, terma panelga xuddi shunday penalarini yopishtirib, mana bunday devorga bitta urib qo'ysanglar bo'ldi, tamom shunday yopishar ekan. 5 daqiqadan keyin bitta odamni bemalol ko'taradi uka deyishyapti. Mana o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Albatta hozir sizlarga buni sarf hisoblari necha pul ketadi, hammasini ko'rsatib o'tamiz. E'tibor beringlar, devorimiz juda ham notekis, guvaladan qilingan. Xohlasanglar paxsadan, xohlasanglar shilaka blok devorlarga ham bemalol urib foydalansanglar bo'ladi. Tayyormi ustaka? Tayyor. Qo'yib yuboringchi. Mana ustakamiz aytayapti, 5 daqiqadan keyin odamni bemalol ko'taradi deb aytib o'tib ketyapti. Hozir biz sizlarga buni to'liq sarf hisoblarini chiqarib beramiz. Qani unda boshlaylik. Azlar ko'rinishi xuddi shunday holatda bo'ladi. Endi bu suv ko'taradimi, yuvsa bo'ladimi degan savollar bo'lsa, ustaka bitta ko'rsating. Ko'changiz chang bo'ladigan bo'lsa yoki loy bo'ladigan bo'lsa, mana xuddi shu holatda bo'ladi. Ustakamiz hozir suv bilan ham ko'rsatib beradi. Bemalol karcher orqali yuvib foydalansangiz bo'ladi. Devorga hech qanday ziyoni tegmaydi. Ustakalar 5-6 yilga bemalol garantiya berishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu holatda suv urib foydalanib yuvsangiz bo'lar ekan. Mana akalar. Loydan asar ham qolgani yo'q. Ustakalarimiz bekorga garantiya berishmayapti. Sababi mana ko'pchilik so'raydi, uka bu yopishtirgandan keyin qancha muddat turib beradi, tushib ketmaydimi degan savollarga javob bo'lish uchun ustaka bitta ko'rsating. Mana ustakamiz 65 kilo atrofida ekan, xuddi shunday osilib turibdi, bemalol ko'tarib turibdi. Bittasini o'zi. Agar hammasini teradigan bo'lsangiz, ustakamizdan to'rttasini bemalol ko'tarib berar ekan. Endi ustaka qalin emas, yuqa. Mana hali qalin qilib qo'yilmagan. Aha, juda yaxshi. Ko'rib turibsizlar, bu yerda shilaka blokka qilingan, jips yopishgan holatda bo'ladi. Liboy devorga bemalol foydalansangiz bo'ladi. Endi ustaka buni narxlarini aytib o'ting, qanaqa turlaridan bo'ladi? Uchligi o'zimiz ishlab chiqarish berishimiz 95 ming. Aha. 5ligimiz bor. O'zimiz ishlab usta haqidan tashqari 115 ming. 115 ming so'm kvadratiga aytilyapti. Kvadratiga aytilyapti. Juda yaxshi. Agar u tayyor devorga shu holatda bo'ladi. Shu holatga bo'ladi, tayyor devorga. O'zingizlar o'rnatib berasizlarmi? O'zimiz masalan ustamiz yo'q desa, o'zimiz borib o'rnatib, devorga qaratib, o'rnatib beraveramiz. Holatiga qarab turib. Holatiga qarab. Demak, o'sha narxning ichida bo'ladimi yo usta xizmati alohidami? Usta haqqi alohida bo'ladi. Undan tashqari xizmat haqqisi alohida bo'ladi. Uchligi 95 ming, 5ligimiz 115 mingdan tashqari holatda bo'ladi. Aka, buni quyoshga chidamlilik holati qanaqa bo'ladi? Buni hamma yoqqa chidamlik narsa, mana sovuqqa, issiqqa, masalan, opto joyga qo'yib qo'ygan taqdirda ham bu bujmayib, erib boshqa narsa bo'lmaydi. Juda yaxshi. Adashmasam buni usti gipki kamen bo'ladi. Ha. O'sha kamenning toshlaridan bo'ladi. Ximikatdan tayyorlangan narsa bo'ladi. Juda yaxshi. Qanaqa vibr bo'lsa chiqarib beraverasizmi? Qanaqa, masalan, mijoz qanday qilib berdingiz, shu usulda keltirib berishimiz mumkin. Gullarini nazarda tutyapmiz azizlar. Ranglarini qanaqa desa, shu narsada chiqarib beramiz. Aytaylik, misol musofirda yurgan akalarimiz bo'lsa, aka shuncha kvadratli uyim bor desa, zakaz beradigan bo'lsa, qanchada tayyor qilib berasizlar? Mahsulotini yoki yopishtirib berish holatigacha. Uzog'i masalan endi 100 kvadrat bo'lsa, 3 kun 4 kunda oralig'ida. 100 kvadrat zakaz qilsa musofirda akalarimiz, 4 kun ichida uyga boramiz. Yopishtirish jarayonimiz 3 kun bo'lsa, masalan, 1 haftada tayyor bo'ladi. Demak, zakaz bergan kundan boshlab akalar 1 haftaning ichida uylarda ishini bitkazib chiqib ketishadi. Albatta, bu haligi nima desam, 3 tada bitta degan narsa, odamlarga qulay narsa, shuvoq qilinmaydi, traventin qilaman demaydi. Shunday urilgan joyga borib yopishtiriladigan narsa. Juda yaxshi. Mana akalar, o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lyapsizlar, juda ham qulay holatda ekan. Endi ustani misol devorni shuvoq qildiradigan bo'lsangiz, rastvor qildiradigan bo'lsangiz, pulini hisob-kitob qiling. Agar uni rastvor qiladigan bo'lsa, 1 hafta 10 kun mobaynida 5-6 ta usta ishlaydi akalar. Abeti bor,
uni puli bor, buni hisob kitob qilsanglar, usta akalarimiz 3 kun ichida bemalol urib chiqib ketadigan bo'lyapti. Mahsulot tayyorlagandan tashqari 3 kun ichida. Endi obed puli hamma rasxodini hisoblasanglar, bu undan ko'ra ancha arzon chiqadi, ham ko'rinish jihatdan ham ancha chiroyli holatdagi mahsulot ekan. Albatta sinab ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Xo'p, usta aka garantiyalarini aytib o'tib ketdik. Xo'p, dastavkalarni aytaylik. Dastlabki vodiy bo'yicha besplatniy. Tavsiya gap yo'q. Akalar, mana dastavka xizmati vodiy bo'yicha bepul ekan. Bemalol Andijon, Namangan. Voha tarafga bo'lsa kelishgan holatda. Ha, u yog'i agar Toshkentdan u yog'iga o'tib kelsanglar, yo'l pulini kelishib olasizlar. Usta xizmati qanaqa bo'ladi u taraflarga? Xizmat haqqisi yo chiqarib berishmi? Yo, usta xizmati, misol yopishtirib berishingiz. Yopishtirib berishi shu qatori ketadi. Endi borganda kelishamiz-da, uzoq joy-ku, masofada shunday razницasi bo'ladi. Ha, demak, akani o'zi bilan telefonlashib, bemalol yo'l pullari, xarajatlarini gaplashib olaverasizlar. Endi buni qanaqa, misol uchun aynan sizni o'zingiz mutaxassis ustalaringiz yopishtirish kerakmi yoki oddiy inson ham yopishtirsa bo'ladi? Oddiy inson ham yopishtirsa bo'laveradi. Buni kafel urib yurgan inson ham yopishtirsa bo'laveradi. Murakkab narsa emas. Murakkab narsa emas. Orqasi qanday bo'ladi? Kafelni kilemi yoki penami qanaqadir? Penada bo'ladi. Oddiy penada bo'ladi. Oddiy. Demak, sirlarini Titan o'zingizlar pena bo'ladi, shu penada o'zi yopishtirsa bo'laveradi. Aha, juda yaxshi. Mana akalar, ko'rishimiz mumkin, stiklari ham bemalol kelaveradi. Oddiy odam ham bemalol o'zini uyini xuddi shunday qilib terma panelda yopishtirib olsa bo'lar ekan. Qanaqadir savol bo'lsa, usta akalarning nomerini qoldiramiz. Albatta telefon qilib to'liq ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Azizlar, ma'lumot foydali bo'lsa, bitta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. E'tibor uchun rahmat. Doimo salomat bo'linglar.